Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Bir necha kunlardan so'ng boshlanadigan Jahon chempionati uchun barcha terma jamoalarning tarkiblarini tanishtirishda davom etamiz. 4 karra jahon chempioni bo'lishiga qaramasdan, so'nggi 2 mundialda guruh bosqichidayoq omadsizlikka uchrayotgan Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Julian Nagelsmannning yakuniy ro'yxatidan quyidagi futbolchilar joy olgan. Darvozabonlar: Oliver Baumann, Hoffenheim, Germaniya; Manuel Neuer, Bavariya, Germaniya; Alexander Nübel, Bavariya, Germaniya. Himoyachilar: Valdemar Anton, Borussia Dortmund, Germaniya; Nathaniel Braun, Eintracht, Germaniya; Joshua Kimmich, Bavariya, Germaniya; David Raum, Leipzig, Germaniya; Antonio Rudiger, Real Madrid, Ispaniya; Nico Schlotterbeck, Borussia Dortmund, Germaniya; Jonathan Tah, Bavariya, Germaniya; Malik Shau, Newcastle United, Angliya. Yarim himoyachilar: Alexander Pavlovich, Bavariya, Germaniya; Pascal Gross, Brighton, Angliya; Nadim Amiri, Mainz, Germaniya; Maximilian Bayer, Borussia Dortmund, Germaniya; Leon Goretzka, Bavariya, Germaniya; Angelo Stiller, Stuttgart, Germaniya; Lennart Karl, Bavariya, Germaniya; Jamie Laveling, Stuttgart, Germaniya; Jamal Musiala, Bavariya, Germaniya; Florian Wirtz, Liverpool, Angliya; Felix Nemecha, Borussia Dortmund, Germaniya. Hujumchilar: Leroy Sané, Galatasaray, Turkiya; Kai Havertz, Arsenal, Angliya; Denis Undav, Stuttgart, Germaniya; Nick Woltemade, Newcastle United, Angliya. Eslatib o'tamiz, Germaniya terma jamoasi Jahon chempionati E guruhida Curaçao, Cote d'Ivoire va Ekvador terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi.